Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyonumuzu başlayımız. Leksiyonesi de Gazi Washington'da sözleyimiz bugünkü Sağış 2021 yıl 2. ayının 12. günü. Erteki cüme. Bugünkü mavzumunda hem vaziyet şu hem mavzu şu. Xi Jinping bilen telefonda görüşüp, 2. günü Prezident Joe Biden Beijing'e ot açtı. Mavzulu haber 2. ayının 11. günü vermeye orbiti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Beijing bir nepçe ötü, bir neçe hafta kütkendiği keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden 10. günü ahir Jungo'nun sekreteri Xi Jinping bilan telefonda so'zlashdi. Fransiya agentliği obzor e'lon qilib, Prezident Joe Biden Xi Jinping bilan telefonda so'zlashish bilan birga Aqsaroyning yangi xo'jayini kishilik huquq masalasida Jungo'ga sobiq prezident Trump'dan qattiq maydon qo'llanadiganligini oshkorladi. Avvalgi prezident sal qaragan kelimat masalasida bir qadar pragmatizmlik pozitsiya tutadiganligini, iqtisodiy jihatda sobiq prezidentning siyosatini davomlashtiradiganligini oshkorladi. Bir kun o'tgandan keyin Prezident Biden 11. günü Jungo-Amerika munosabati to'g'risida yana to'xtalib, Prezident Joe Biden ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Agar biz harakatga kelmaydigan bo'lsak, Jungo Kompartiyasi bizning tamoq qochimizni chaqib o'tadi. Takrorlayman vatandosh. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Agar biz harakatga kelmaydigan bo'lsak, Jungo Kompartiyasi bizning tamoqqachimizni chaqib o'tadi. Amerika ovozi mundaq xabar qildi. Prezident Joe Biden shu kuni Aqsaroyda Jumaloq ustallik ishxonasida muavin prezident Harris bilan birlikda asosiy qurilish aslahalariga mablag' solish to'g'risida etilgan yig'inda yig'in boshlanishdan burun yuqoridagi ifoda bildirdi. Ingliz tilida bu turoqliq ibora Xitoy tiliga tushlik tamog'imizni yeb ketadi deb tarjima qilinibdi. Uyg'ur tiliga bu turoqliq iborani tarjima qilsak, osh bergan qozonni chaqish yoki tamoq qochimizni chaqib etish degan ma'nolarda keladi ekan vatandosh. Buni Xitoy tilida mundaq tushuntirdi. Boshqalarning savdo yo'llarini tartib olish, raqobatchisini raqobat jarayonida yengish yoki mag'lub qilish deb tushuntirdi. Masalada mundaq deyilgan. Aslida mundaq deyilgan. Jungo Kompartiyasi bizning tushlik tamog'imizni yeb ketamda, bu nima gap? Asli so'z ma'ni shu. Shuningdek, keyin Aqsaroyning muxbirlarini kutib olish yig'inida Aqsaroyning bayonotchisi Pisaki Jungo bizning tushlik tamog'imizni yeb ketadi degan so'z to'g'risida Pisaki javob qaytarib mundaq dedi. Men mundaq qarayman. Bu so'z reallikni aks ettirib beradi. Demak, prezident Joe Biden biz duch kelgan xiris to'g'risida ochiq tonishga ega. U bo'lsa-mu Jungo bilan Amerika o'rtasida strategik raqobat bor deganlikdir. Bayonotchi Pisaki mundaq ko'rsatdi. Bizning strategik siyosatimiz allaqachon qanot yaydirildi. Lekin biz aldirab ketmaymiz. Biz ish boshlag'ali amdila 3 hafta bo'ldi.